Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlar bilan bo'linish belgilari mavzusini ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'zi bo'linish belgilari nima uchun kerak? Bo'linish belgilari bizga birorta bir son berilgan bo'lsa, tasavvur qiling. 278.957 degan bitta son berilgan. O'sha son 3 ga bo'linadimi deb bizdan savol so'rab qolsa, agar biz bo'linish belgisini bilmasak nima qilamiz? Buni ustun shaklda bo'lib ko'ramiz. Agar bo'linsa bo'linadi, bo'linmasa bo'linmaydi deb aytamiz. Xo'p. Agar biz bo'linish belgisini bilsak, mana shu usulda bo'lib ko'rmasdan turib ham oddiygina bo'linish belgisi orqali bo'linish yoki bo'linmasligini aniqlashligimiz mumkin. Bizdan savol so'rayapti, bo'linadimi yoki bo'linmaydi deyapti. Bo'lganda nima chiqishligi muhim emas. Muhimi bo'linishi yoki bo'linmasligi. Asosiy maqsadi shu. Xo'p. Bo'linish belgilarini boshlaymiz. Bismillah. Demak, birinchi holat 2 ga bo'linish belgisi, 2 ga bo'linish belgisi. Savol tug'ilishligi mumkin. 1 ga bo'linish belgisi yo'qmi deb. 1 ga bo'linish belgisi yo'q, chunki har qanday son 1 ga bo'linadi. 2 ga bo'linish belgisi berilgan son 2 ga bo'linishligi uchun uning oxirgi raqamlari 0, 2, 4, 6 va 8 raqamlari bilan tugashligi kerak. Raqamlari bilan tugasa, ya'ni tugasa. Bizga berilgan son 2 ga bo'linishi uchun 0, 2, 4, 6, 8 raqamlari bilan tugashi kerak ekan. Tushunarli? 0, 2, 4, 6, 8 raqamlari bilan tugashligi kerak ekan. Misol uchun mana. Xo'p, 358 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi, chunki nimaga? Chunki oxiri 8 bilan tugaganligi uchun, 8 juft raqam bo'lganligi uchun mana 0, 2, 4, 6, 8 raqamlar bilan tugasa degani, xullas bu berilgan son juft bo'lsin deyapti. Demak, berilgan son agar juft bo'ladigan bo'lsa, u 2 ga bo'linadi. Demak, 358 juft son bo'lganligi uchun bu nima bo'ladi? 2 ga bo'linadi. 2 ga bo'linadi. Menga 2 ga bo'lganda nima chiqishligi muhim emas. Muhimi 2 ga bo'linishi yoki bo'linmasligi. Xo'p, misol uchun mana 270 soni 2 ga bo'linadimi? Bo'linadi, chunki 270 nima? Juft son bo'lganligi uchun bo'linadi. Tushunarli bo'ldi? 2 ga bo'linish belgisi. 2 ga bo'linish belgisi juda ham oson. Demak, berilgan son juft bo'lsa bo'ldi, 2 ga bo'linadi. Xo'p. Ikkinchi holatimiz demak 3 ga bo'linish belgisi, 3 ga bo'linish belgisi. Demak, berilgan son 3 ga bo'linishi uchun berilgan sonning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Demak, nima bo'lishi kerak ekan? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Yig'indisi 3 ga bo'linsa. 3 ga bo'linsa. Xo'p. Mana misol uchun bizga bitta misol berilgan. Bitta son berilgan. 377 degan son. 377 3 ga bo'linadimi deb savol so'rayapti bizdan. 377 3 ga bo'linadimi desa, biz buni ustun shaklida bo'lib ko'rmasdan turib ham raqamlarini shunday qo'shamiz. Raqamdan qo'shsak 3 plus 7 plus 7 qo'shsak necha bo'ladi? 14, 17. Demak, agar raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, berilgan sonning ham o'zi 3 ga bo'linadi. Demak, 17 3 ga bo'linmaganligi uchun berilgan son ham 3 ga bo'linmaydi. Xo'p, yana bitta misol ko'ramiz. 1248 degan son 3 ga bo'linadimi degan savol berilyapti. Demak, birinchi navbatda 3 ga bo'linishligini bilishimiz uchun buning raqamlar yig'indisini topib olishimiz kerak. 1 plus 2 plus 4 plus 8. Demak, qo'shadigan bo'lsak 3, 7, 15. 15. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, berilgan sonning o'zi ham 3 ga bo'linar ekan. Demak, berilgan son 3 ga bo'linishi uchun uning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Xo'p, 3-holat 4 ga. Demak, 4 ga bo'linish belgisi. Berilgan son 4 ga bo'linishi uchun uning oxiri 2 ta 0 yoki 2 ta 0 yoki
4 ga bo'linsa, 4 ga bo'linsa. Xo'p, qaraymiz. Demak, aytayaptiki, agar uning berilgan sonning, ya'ni oxiri ikkita 0 bilan tugasa, misol uchun mana 1200 oxiri ikkita 0 bilan tugayaptimi? Oxiri ikkita 0 bilan tugasa, ikkita 0 bilan tugasa deyapti, yoki oxirida misol uchun 1248 bo'ladigan bo'lsa, oxirida ikkitasi, ya'ni mana bu 48 4 ga bo'linsa deyapti. Agar 48 4 ga bo'linsa, bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, mana bu berilgan son ham 4 ga bo'linar ekan mana. Demak, oxiri ikkita 0 bilan tugasa nima bo'lar ekan? 4 ga bo'linar ekan. Xo'p, oxiri ikkita 0 bilan tugasa yoki oxirida ikkitasi nima bo'lishi kerak ekan? 4 ga bo'linsa, berilgan son 4 ga bo'linadi. 4-holatimiz demak 5 ga bo'linish belgisi 5 ga. Berilgan son 5 ga bo'linish uchun oxiri 0 yoki 0 yoki 5 bilan tugasa, 5 bilan tugasa. Xo'p. Hozir demak oxiri 0 yoki nima bo'lishi kerak ekan? 5 bilan tugasa, 5 bilan tugasa. Juda ham oson 5 ga bo'linish belgisi. Tasavvur qiling, mana misol uchun bizga 120 degan son berilgan, o'sha 5 ga bo'linadimi degan savol berilyapti. Demak, bo'linadi, chunki nima bo'lyapti? Oxiri 0 bilan tugayapti. Xo'p, misol uchun mana 375 degan son berilgan, 5 ga bo'linadimi deyapti. Demak, 5 ga bo'linadi. Sababi nima bo'lyapti? Sababi oxiri 5 bilan tugaganligi uchun. Tushunarli-a? 5 ga bo'linish uchun oxiri 0 bilan tugashi kerak ekan yoki oxiri 5 bilan tugashi kerak ekan. Bo'ldi. Xo'p. 5-holatimiz 6 ga bo'linish belgisi, 6 ga. 6 ga bo'linishi uchun ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa. Xo'p, demak bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linadigan bo'lsa, bu son 6 ga bo'linadi. Xo'p. Mana misol uchun bizga bitta son berilgan, 378 degan son berilgan. Mana shu 378 soni 6 ga bo'linadimi deb savol beryapti. Demak, bu son 6 ga bo'lishligi uchun birinchi o'rinda 378 nima bo'lish kerak ekan? 3 ga bo'linish kerak ekan va 378 2 ga bo'linish kerak ekan. Agarda mana shu ikki holat ham bajarilgan taqdirda u 6 ga bo'linadi. Demak, 378 3 ga bo'linishi uchun nima bo'lish kerak? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Qo'shamiz. 3 ga 7 qo'shaman 10, 8 qo'shaman 18. Demak, 18 3 ga bo'linadi. Shuning uchun 378 ham 3 ga bo'linadi. 378 2 ga bo'linadimi? Demak, 378 2 ga bo'linadi. Chunki nima bo'lyapti? Juft bo'lganligi uchun. Ikkala holat ham bajarilganligi uchun 378 6 ga bo'linadi. Xo'p, demak, berilgan son 6 ga bo'linish uchun bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linishi kerak ekan. Xo'p. 6-holatimiz 6-holatimiz demak 7 ga bo'linish belgisi, 7 ga. Berilgan son 7 ga bo'linishi uchun uning oxirgi raqamining ikkilanganini undan tashqari qismidan ayirganimizda demak nima bo'lishi kerak ekan? 7 ga bo'linsa.
7 ga bo'linsa yoki 0 bo'lsa, yoki 0 bo'lsa. Xo'p, tushuntirib beraman. Demak, bizga bitta son berilgan. 741 degan bitta son berilgan. Oxirini olar ekanmiz. Oxiri nima? 1. O'sha 1 da ayirar ekanmizda 1 da ikkilantirib olar ekanmiz birinchi. 1 da ikkilantirsak 2 bo'ladimi? 2 bo'ladi. Demak, qolgan qismi 74 bo'lyapti. 1 dan tashqari qismi deyapti-ku. 1 dan tashqari degani uchun 1 da chiqarib tashlaymiz, 74 bo'ladi. 74 dan shu oxirini ikkilanganini ayirib tashlaymiz. Demak, 72 degan son hosil bo'lyapti. O'sha 72 ni 7 ga bo'lganimizda 7 ga bo'lmaydi. Demak, berilgan son ham 7 ga bo'lmaydi. Agarda shu oxirini ikkilantirib, qolgan qismida ayirganimizda 7 ga karrali son hosil bo'lsa yoki 0 bo'lsa, berilgan son 7 ga bo'linadi. Bizning berilgan sonimiz demak 7 ga bo'linmas ekan. 741 degan son. Xo'p. 7-chi holatimiz demak 8 ga bo'linish belgisi. 8 ga. Berilgan son 8 ga bo'linishi uchun uning oxiri 3 ta 0 bo'lsa, yoki 8 ga bo'linsa. Qaraymiz. Bizga bitta son berilgan. Misol uchun 1000, 12000 degan son berilgan. Oxir 3 ta 0 mi? 3 ta 0 bo'lganligi sababli bu son 8 ga bo'linadi. Oxirda 3 ta 0 ko'rdingizmi? Tamom bo'ldi. 8 ga bo'linar ekan. Xo'p. Misol uchun 1248 degan son berilgan. Bu son oxir 3 ta 0 emas. Demak, buning oxiridagi 3 ta raqamdan iborat sonni olamiz. O'sha sonni demak 8 ga bo'lib ko'ramiz. Agar 8 ga bo'linadigan bo'lsa, berilgan sonning o'zi ham 8 ga bo'linadi. Demak, 248 8 ga bo'linadi. Demak, berilgan son 1248 soni ham 8 ga bo'linadi. Xo'p, 8 ga bo'linish belgisi 3 xonali, 2 xonali sonlarda ishlamaydi. U 4 xona va 5 xona undan katta sonlarda ishlaydi demak. Xo'p. Ya'ni 3 xonali son berilgan bo'lsa, bu qoida to'g'riroq emasda. Ya'ni nima desam ekan? 248 son berilgan bo'lsa, biz aytayapmizki, oxirida 3 tasi deyapmiz. Oxirida 3 tasi 8 ga bo'linsa, bu o'zi 3 talik bo'lsa, oxirida 3 tasi ham o'zi bo'lib qoladi-da. O'shaning uchun 4 xonali va undan katta xonali sonlarda ishlatish qulayroq. 8-chi holatimiz 9 ga bo'linish belgisi. 9 ga. Demak, berilgan son 9 ga bo'linishligi uchun raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Xo'p, bu 3niki bilan deyarli bir xil. Biz 3 ta nima qilardik? 3 ga bo'linish uchun berilgan sonning raqamlarini qo'shib chiqardik. Agar 3 ga bo'linsa, berilgan son ham 3 ga bo'linadi. 9 ga bo'linish uchun ham xuddi shunday raqamlarini qo'shib chiqamiz. Agar raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linsa, berilgan son ham 9 ga bo'linadi. Bizga bitta son berilgan bo'lsa, misol uchun 387 degan son. Mana shu son 9 ga bo'linadimi deb savol beryapti bizga. Demak, raqamlarni qo'shib chiqsak 3 + 8 + 7. Qo'shadigan bo'lsak 11, 18. Raqamlar yig'indisi 18 bo'lib, 18 9 ga bo'linadi. 18 9 ga bo'lganligi uchun, demak, berilgan son ham 9 ga bo'linar ekan. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, 9-holatimiz 10 ga bo'linish belgisi. 10 ga. Berilgan son 10 ga bo'linishi uchun oxiri demak 0 bilan tugashsa kifoya. Oxiri 0 bilan tugasa. Juda ham oddiy, eng osoni desa ham bo'ladi. Demak, 10 ga bo'linish uchun oxir 0 bilan tugasa kifoya. +20 oxir 0 bilan tugayapti, demak 10 ga bo'linadi. Misol uchun 370 oxir 0 bilan tugayapti, demak bu son ham 10 ga bo'linadi. Juda ham oson. Xo'p. 10-holatimiz
11 ga bo'linish belgisi 11 ga. 11 ga bo'linishi uchun sonning, ya'ni berilgan sonning juft o'rinda turgan hadlar yig'indisidan toq o'rinda turgan hadlar yig'indisini ayirganimizda toq o'rinda turgan hadlar yig'indisini ayirganimizda 0 bo'lsa yoki 11 ga bo'linsa. Xo'p, qaraymiz. Nima demoqchi bo'lyapti? Bizga tasavvur qiling, bitta son berilgan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 degan. Mana shu 9 xonali son berilgan. Mana shu son 11 ga bo'linadimi deb savol beryapti bizdan. Bu son 11 ga bo'linishini aniqlashimiz uchun birinchi uning toq o'rinda turgan hadlarini olamiz. Toq o'rinda birinchi o'rinda turgani 1, uchinchi o'rinda turgani 3, beshinchi o'rinda turgani 5, yettinchi o'rinda turgani 7, to'qqizinchi o'rinda turgani 9. Demak, toq o'rinda turgan hadlarni olamiz va qo'shib chiqamiz. 1 plus 3 plusdan 5 plusdan 7 plusdan 9. Qo'shadigan bo'lsak 4, 9, 18, 25. Demak, toq o'rinda turgan hadlar yig'indisi 25 ga teng ekan. Endi juft o'rinda turgan hadlar yig'indisini olamiz. Juft o'rinda 2 turibdi, 4 turibdi, 6 turibdi, 8 turibdi. Qo'shamiz. 2 plus 4 plus 6 plus 8 qo'shadigan bo'lsak, demak 20 hosil bo'lyapti. Xo'p, diqqat bilan e'tibor beringizlar. Bu yerda toq sonlarni olib qo'shamiz yoki juft sonlarni olib qo'shamiz emas, toq o'rinda turganlarini qo'shib chiqamiz, juft o'rinda turganlarni qo'shib chiqamiz va juft o'rinda turganidan toq o'rinda turganini ayiramiz. Ya'ni 20 dan 25 ni ayiramiz. Demak, minus nima bo'lyapti? 5 soni hosil bo'lyapti. Xo'p. Minus 5 0 ham emas, 11 ga ham bo'linmaydi. Demak, berilgan son 11 ga bo'linmas ekan. Tushunarlimi? Agar mana bu yerda minus 11, minus 22, minus 33 va hokazo 11 ga bo'linadigan sonlar hosil bo'lsa, manfiy bo'lsa ham berilgan son 11 ga bo'linadi. Bu manfiy yoki musbat bo'lishligi ahamiyatga ega emas. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p. Endi 11-holatimiz. 11-holatimiz demak 12 ga bo'linish belgisi. 12 ga. 12 ga bo'linish belgisi o'zining bo'linish belgisi yo'q. 12, 3 va 4 ning bo'linish belgilaridan foydalaniladi. Demak, berilgan son 12 ga bo'linishligi uchun u son bir vaqtning o'zida ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa, berilgan son 12 ga bo'linadi. Boya 6 da nima edi? Ham 2 ga ham 3 ga bo'linsa 6 ga bo'linardi-ku. Bunda xuddi shuni 12 da bir vaqtning o'zida, 2 ga emas, 4 ga bo'lish kerak mana. Bir vaqtning o'zida ham 4 ga, ham 3 ga bo'linsa, demak berilgan son 12 ga bo'linadi. Xo'p, mana misol uchun bitta son berilgan, 1248 degan son berilgan. Mana shu son 12 ga bo'linadimi deb bizdan savol so'rayapti. Buni aniqlash uchun 1248 ni birinchi navbatda 4 ga bo'laman. 4 ga bo'linish belgisi nima edi? Oxirida ikkitasi 4 ga bo'linsa, oxirida ikkitasi 48. Demak, 48 4 ga bo'linganligi uchun berilgan son 4 ga bo'linadi. Endi 1248 ni 3 ga bo'lib tekshiraman. Xo'p. 1248 raqamlar yig'indisiga qo'shsam, demak 3 4 7 15. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linyapti. Berilgan sonning o'zi ham 3 ga bo'linadi. Ikkalasi ham bajarilganligi uchun berilgan sonning o'zi ham demak 12 ga bo'linadi. Xo'p. 12 dan keyin endi 15 ga bo'linish belgisi bor. 12-holat 15 ga bo'linish belgisi.
berilgan son 15 ga bo'linish uchun ham 3 ga ham 5 ga bo'linish kerak. 5 ga. Demak, berilgan son 15 ga bo'linishligi uchun bir vaqtning o'zida ham 3 ga bo'linish kerak ekan, ham 15 ga bo'linish kerak ekan. Misol uchun bizga 375 degan son berilgan, mana shu 15 ga bo'linadimi degan savol beryapti bizga. Demak, 375 3 ga bo'linadimi? Tekshiramiz. 375 5 ga bo'linadimi? Tekshiramiz. Demak, 375 raqamlar yig'indisi 10, 15 3 ga bo'linadi. Demak, 375 5 bilan tugaganligi uchun demak 5 ga bo'linadi. Ikkalasi ham bajarilganligi uchun 375 demak 15 ga bo'linadi. 13-holatimiz demak 18 ga bo'linish belgisi. 18 ga bo'linish uchun ham 9 ga ham 2 ga bo'linsa. Bunga misol keltirib o'tirmayman. Demak, berilgan son 18 ga bo'linish uchun bir vaqtning o'zida ham 9 ga ham 2 ga bo'linish kerak ekan. 14-holat misol uchun 36 ga bo'linish belgisi. 36 ga bo'linish belgisi nima bo'ladi shunda? Ham 9 ga ham 4 ga. Ham 4 ga. Bunga ham misol keltirib o'tirmayman. Demak, ham 9 ga ham 4 ga bo'lingan son 36 ga bo'linadi. Xo'p, 15-holatimiz 45 ga. 45 ga. Demak, 45 ga bo'linish uchun ham 9 ga ham 5 ga. Demak, bir vaqtning o'zida ham 9 ga ham 5 ga bo'lingan son demak 45 ga bo'linar ekan. Xo'p, bo'linish belgilari mavzusida misollar ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misol. Quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Demak, qaraymiz. 17.827.516 soni berilgan ekan. Quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi deb savol so'rayapti bizdan. Xo'p, qaraymiz. Berilgan son 3 ga bo'linadimi tekshiramiz. 3 ga bo'linish belgisi nima edi? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa qo'shamiz. 1 ga 7 qo'shaman 8, 8 ga 8 16, 16 ga 2 18, 18 ga 7 25, 25 ga 5 30, 30 ga 1 31, 6 ga qo'shsak 37. Demak, 37 degan son hosil bo'ldi. 37. 37 ni 3 ga bo'lsam, demak bo'linmaydi. Berilgan son 3 ga bo'linmas ekan. Bu yechimdan chiqdi. Xo'p, 10. 10 ga bo'linish belgisi nima edi? Oxiri 0 bilan tugashligi kerak edi. Bizdagi 6 bilan tugaganligi uchun demak 10 ga ham bo'linmaydi. 5 ga bo'linish uchun oxiri 5 bilan tugashi kerak. Bu ham o'yindan chiqdi. 9 ga bo'linish uchun raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Demak, 37 raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linmaydi. Bu ham o'yindan chiqdi. Demak, to'g'ri javob 4. Xo'p, 4 ga bo'linish belgisi nima edi? Oxirida ikkitasi, ya'ni mana 16 4 ga bo'linsa bo'linar. Demak, 16 4 ga bo'linadi. Demak, to'g'ri javob C javob. Ikkinchi misol, n raqamning qanday qiymatlarida 6134 n soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, 3 ga qoldiqsiz bo'linishligi uchun nima bo'lishi kerak? Raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. E'tibor beringizlar, mana bu n bu yerda raqam, bitta raqam. Bu son bo'la olmaydi. Demak, bitta raqam 5 xonali sonda. Xo'p, 6 plusdan 1 plus 3 plus 4 plus n raqamlar yig'indisi qo'shib chiqadigan bo'lsak, demak 7 10 14 14 plus n hosil bo'lyapti raqamlar yig'indisi. Mana shu 14 plus n sonimiz demak 3 ga bo'linishi kerak edi. N ning o'rniga 0 dan 9 gacha bo'lgan 10 ta raqamdan ixtiyoriy qo'ya olaman. Demak, 0 ni qo'ysam 14 hosil bo'ladi, 14 3 ga bo'linmaydi. 0 o'yindan chiqdi. 1 ni qo'ysam 15 bo'ladi, 15 3 ga bo'linadi. Demak, 1 qanoatlantiryapti. Xo'p, endi 2 ni qo'ysam 16 bo'la olmaydi. 3 ni qo'ysam 17 3 ga bo'linmaydi. 4 ni qo'ysam 18. 18 demak 3 ga bo'linadi. Demak, 4 ham yechim. Xo'p. 5 ni qo'ysam 19 3 ga bo'linmaydi. 6 ni qo'ysam 20 3 ga bo'linmaydi. 7 ni qo'ysam 21 3 ga bo'linadi. Demak, 7 ham yechim. To'g'ri javob E javob ekan. 3-chi misol. Quyidagi sonlardan qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Bu xuddi birinchi misolning o'zi. 2 n raqamning qanday qiymatlarida mana shu soni 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. 9 ga bo'linish uchun nima bo'lishi kerak? Raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Bu ikkinchi misol bilan bir xil. 5. X raqamining qanday eng kichik qiymatida 147 plus 3x 2 son
3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, qaranglar. Bu ham 3 xonali son, bu ham 3 xonali son. Ikkalasini qo'shaman. 7 ga 2 ni qo'shaman, demak 9. 4 ga x ni qo'shaman, 4 plus x degan bitta son va 1 ga 3 ni qo'shaman, 4. Demak, mana bu 3 xonali son hosil bo'ldi. Bu son 3 ga bo'linish uchun buning raqamlar yig'indisi nima bo'lishi kerak edi? 3 ga bo'linish kerak edi. Raqamlarini qo'shib chiqadigan bo'lsam, 4 ga 4 8, 8 ga 9 17, 17 plusdan x degan son hosil bo'ldi, raqamlar yig'indisi. Demak, berilgan son 3 ga bo'linish uchun mana shu 17 plus x sonimiz nima bo'lishi kerak edi? 3 ga bo'linish kerak edi. Bizdan savol so'rayapti. X raqamining qanday eng kichik degan joyga e'tibor berishimiz kerak. Qiymatida mana shu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, x ning o'rniga raqam qo'ya olaman. 0 dan 9 gacha raqamlar. Demak, eng kichik bo'lish uchun 0 ni qo'yib ko'raman. 0 da 17 bo'ladi-da, 3 ga bo'linmaydi. X ning o'rniga 1 qo'ysam 18 bo'ladi. 18 3 ga bo'linganligi uchun demak eng kichik qiymat 3 ekan. Agar eng katta qiymati deganda undan ham kattaroqlarni qo'yib ko'rar edik. Xo'p. 6-savol. Berilgan sonlardan qaysilari 8 ga qoldiqsiz bo'linadi? Demak, 8 ga qoldiqsiz bo'linish uchun nima bo'lish kerak edi? Oxirida 3 ta 8 ga bo'linish kerak edi. Oxirida qaysi birining 3 tasi 8 ga bo'linadigan bo'lsa, o'sha sonlar 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. O'zingiz ishlab topib qo'yasizlar. 7-misol xuddi 5-misolga o'xshash. 8-misol. Agar A toqson bo'lsa, quyidagi sonlardan qaysi biri albatta toqson bo'ladi? Xo'p. Demak, A'miz toqson ekan. Toqson bo'ladigan bo'lsa, ixtiyoriy toqson olamanda berilgan ifodalarga qo'yib ko'raman. Birinchi navbatda A ga 1 olaman. A teng 1 deb olsam, A ni joyiga 1 ni qo'ysam, 1 ning kvadrati 1 ga teng, 1 ga 27 ni qo'shadigan bo'lsam 28. Demak, juft son hosil bo'lib qoldi. Demak, A javob o'yindan chiqdi. Endi B variantga qarayman. A ning joyiga 1 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 ga 13 qo'shaman 14, 14 5 ko'paytirsam 70, 70 ham juft son. Demak, B ham o'yindan chiqdi. C. A ning joyiga mana agar A toqson bo'lsa, quyidagi sonlardan qaysi biri albatta toq bo'ladi deyapti-ya. Toqsonning har qanday darajasi toqson bo'ladi. Toqsonning har qanday darajasi toqson bo'ladi. Demak, javobimiz C javob ekan. Xo'p, 9 quyidagi sonlardan ketma-ketliklardan qaysi birlari tub sonlardan iborat? Tub son degani nima degani edi? Faqatgina birga va o'ziga bo'linadigan sonlarga tub sonlar deyilar edi. Tub sonlar bunday tushunish ham mumkin. Ikkita bo'luvchiga ega bo'lgan sonlarga tub sonlar deyilar edi. Demak, birinchi holatda 0 tub son emas. Shuning uchun birinchi holat o'yindan chiqdi. Ikkinchi holatda 1 tub son emas, chunki 1 ning bitta bo'luvchisi, ya'ni 1 o'ziga bo'linadi. Demak, 2 ham o'yindan chiqdi. Uchinchisida 3, 5, 7, 9, 11 deyapti. 9 tub son emas, uchinchi ham o'yindan chiqdi. 4. 2, 3, 5, 7, 17 demak, 4 barchasi tub son. 5-holat 3, 5, 17, 19, 381. Demak, barchasi tub son bo'lganligi uchun yo'q, 5-holatimiz. 5-holatimiz 381 raqamdan qo'shib chiqadigan bo'lsak 12 bo'lyapti. Demak, 12 3 ga bo'linganligi uchun, demak 381 tub son emas, 5 ham o'yindan chiqdi. Bitta 4 ning o'zi nima ekan? Tub sonlardan iborat ekan. 10-misol 30 dan kichik tub sonlarni nechta sanab qo'yamiz? 2, 3, 5, 7 va hokazo. 11. Berilgan sonlardan qaysilar 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? 15 ga qoldiqsiz bo'linish uchun bir vaqtning o'zida ham 3 ga ham 5 ga bo'linish kerak edi. Bu yerda ko'pchilik qiynaladigan joyi mana bu y da qiynaladi. Y da aytayapti bizga 3.21 ko'paytirilgan 10 darajasi 6 degani 1 dan keyin 6 ta 0 bor degani. Xo'p, buni ko'paytiradigan bo'lsak, mana buni demak nechta 0 bo'ladigan bo'lsa, virgul shuncha o'ng tarafga suriladi. Demak, 6 ta 0 bo'lganligi uchun virgul 6 ta suriladi. 3, 2, 1. Demak, 2 ta surildi mana. Yana bitta surildi, yana bitta surildi, yana bitta va yana bitta. Demak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ta surildimi? Demak, 3.210.000 degan son hosil bo'lyapti. Buni oddiy songa, y oddiy songa aylantirib olamiz degan, keyin 15 ga bo'linish bo'linmasligini tekshiramiz. Juda ham oddiy savol. 12-misol bu ham 11 ga o'xshash demak. 13-savol. Quyidagi sonlar qaysilar 18 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bu ham xuddi 11 ga o'xshash. 14. Quyidagi sonlardan qaysilari 6 ga qoldiqsiz bo'linadi? Demak, bu ham 11 ga o'xshash. 5. Natural sonlar uchun demak bu
Xullas, mulohaza ekan, o'zlaringiz ishlab qo'yasizlar. 16. Quyidagi sonlardan qaysilar 15 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? 15 ga qoldiqsiz bo'linmaydi degani 15 ga bo'lganda qoldiq qoladi degani. Demak, quyidagilardan qaysi biri 15 ga bo'lganda qoldiq qoladi degan savol berilyapti. Faqatgina ozgina chalkashtirib bergan. 17. Quyidagi sonlardan qaysilar 16 ga qoldiqsiz bo'linadi? Qarangizlar, 16 ga qoldiqsiz bo'linishlik uchun oxiri 4 ta 0 bo'lishi kerak berilgan sonning, yoki oxirida 4 tasi nima bo'lishi kerak? 16 ga bo'linishi kerak. Mana 18-misol, quyidagi sonlardan qaysi bir 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi? 12 ga qoldiqsiz bo'linmaydi degani 12 ga bo'lganda qoldiq qoladi degani. 19. 821 ga qanday eng kichik musbat sonni qo'shganda yig'inda 6 ga qoldiqsiz bo'ladi? 821 ga bitta n son qo'shilyapti. Mana shu hosil bo'lgan son 6 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak ekan va o'sha son eng kichik bo'lishi kerak ekan. 6 ga qoldiqsiz bo'linish uchun nima bo'lishi kerak? 2 ga ham 3 ga ham bo'linishi kerakmidi? N ning o'rniga ixtiyoriy bitta musbat son qo'shilyapti. Hosil bo'lgan son nima bo'lishi kerak ekan? 6 ga bo'linishi kerak ekan. N ning o'rniga 1 qo'yib ko'raman. 1 qo'ysam 822 hosil bo'ladi. Demak, 822 2 ga bo'linadi. 822 3 ga ham bo'linadi. Demak, eng kichigi 1 ekan. 20. 3p minus 3 n ga tegishli bo'lsa 1 2 3 6 9 18 ga qoldiqsiz bo'linadi. Buning eng kichik natural qiymatini toping. Buni o'zlaringiz fikrlab ishlab ko'rasizlar. 21. 752 sonning o'ng tomoniga qanday raqam yozilsa, hosil bo'lgan son 36 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bunaqa savollar ko'rdik. Misol 752 bo'ladigan bo'lsa, shuning o'ng tomoniga biror bir x degan son yozilyapti. Demak, 4 xonali son hosil bo'ladimi? O'sha 4 xonali son nima bo'lishi kerak ekan? 36 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak ekan. 36 ga qoldiqsiz bo'linish uchun bir vaqtning o'zida ham 4 ga ham 9 ga bo'linishi kerak edi. Xo'p, 4 ga bo'linish uchun mana bu oxirida ikkitasi, ya'ni 2x, 2 xonali sonimiz nima bo'lishi kerak? 4 ga bo'linishi kerak. Bu 4 ga bo'linish uchun x ning o'rniga 4 qo'ya olaman. 4 qo'ysam 24 bo'lib 4 ga bo'linadi va 7 qo'ya olaman. 7 qo'ysam 8 qo'ya olaman. 28 bo'ladi va 4 ga bo'linadi. Endi 4 ga bo'linishligini aniqlashtirib oldik. Bizga nima bo'lishi kerak? 36 ga bo'linish uchun 9 ga bo'linishligi kerak. Demak, 7 ga 5 ni qo'shaman, raqamlar yig'indisi kerak-ku bizga. 12 14. Demak, raqamlar yig'indisi 14 plus x ekan. 9 ga bo'linish uchun x ning o'rniga 4 qo'ysam 18 bo'lib 9 ga bo'linadi. Demak, x'imiz nima ekan? 4 ekan. Xo'p. 22 ni o'zlaringiz ishlaysizlar. Mana yulduzchan o'rniga qandaydir bitta son qo'yilganda 45 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, 21 ga o'xshash bu savol. 23 mulohaza. 24. N ning qanday eng kichik natural qiymatida 2n plus 1 soni 33 ga qoldiqsiz bo'linadi. Ya'ni 2n plus 1 ni 33 ga bo'lganimizda qoldiq qolmas ekan. Xo'p, eng kichik bo'lish uchun bu yerda n teng 5 bo'lishi kerak. N teng 5 bo'lganda, demak, 2 ning 5-chi 32 bo'ladi. 32 ga 1 ni qo'ysak 33 bo'ladi. Xo'p. 25. Quyidagi sonlardan qaysi biri 45 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bu misol qarangizlar, bunaqa misollar qanday ishlanadi? Bunaqa misollar bo'laklab ishlanadi. Misol uchun 42 ko'paytirilgan 85 45 ga bo'linadimi deyapti. 45 ga bo'linadimi? Shuni kasr ko'rinishda yozaman, qarangizlar. Xo'p, 85 ni 45 ni ikkalasini 5 ga qisqartirsam, 42 ko'paytirilgan, demak 17 taqsim 9 bo'lyapti. Endi 42 bilan 9 butunlay qisqarib ketmaydi. Qisqarib ketmaganligi uchun bu son kasr son. Kasr son bo'lganligi uchun, demak, A javobimiz 45 ga bo'linmay qolar ekan. Xo'p. B javob 35 ko'paytirilgan 61. Demak, 61 tub son. Demak, 35 45 ga bo'linmaydi. B javob ham chiqib ketdi. 80 ko'paytirilgan 123. Qaraymiz. 80 ko'paytirilgan 123 ning tarkibida 9 yo'q. 45 ga qoldiqsiz bo'linish uchun ham 5 ga ham 9 ga bo'linish kerak edi. Bu 80 ko'paytirilgan 123 soni tarkibida 9 bo'lmaganligi uchun bu son 45 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Xo'p. D javob 36 ko'paytirilgan 20. Bizniki 45 ga qoldiqsiz bo'linish uchun bir vaqtning o'zida ham 9 ga ham 5 ga bo'linish kerak edi. Demak, 20 bilan 5 qisqarib 4 bo'ladi. 36 bilan 9 qisqarib bu ham 4 bo'ladi. 4 ko'paytirilgan 4 demak 16. Butun son hosil bo'ldi. Butun son bo'ldi degani, demak bu qoldiqsiz bo'lindi degan to'g'ri javob D javob. Xo'p. 26. Yulduzcha soniga yulduzchaning o'rniga 9 ga bo'linish uchun qanday raqam qo'yish kerak deyapti.
ixtiyoriy bitta raqam qo'yamizdagi 9 ga bo'linish uchun tanlov qilamiz. Misol uchun qolganlarini birinchi qo'shib olamiz. Nechidir son hosil bo'ladi. O'shanga nechini qo'shganimiz 9 ga bo'linishiga aniqlab qo'yamiz. Bunaqa savollar ko'p ko'rdik. 27. Quyidagi ko'paytmalardan qaysi bir 45 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bu 25 bilan aynan bir xil savol. 28. Quyidagilardan qaysi biri juft bo'ladi? Bunaqa savol ham ko'rdik tepada. 29, 3, 6, 7, 9 raqamlaridan ularni takrorlamasdan mumkin bo'lgan barcha to'rxonali sonlar tuzilgan. Bu sonlar ichida nechtasi 4 ga qoldiqsiz bo'ladi? Diqqat bilan e'tibor beramiz. Xo'p. 3, 6, 7, 9 raqamlaridan mana 3, 6, 7, 9 raqamlaridan to'rxonali son tuzilibdi. U to'rxonali son demak 4 ga bo'linishi kerak ekan. Berilgan son 4 ga bo'linishi uchun u sonning oxiridagi ikkitasi nima bo'lishi kerak edi? Oxiridagi ikkitasi 4 ga bo'linishi kerak edi. Qaranglar. Berilgan son 4 ga bo'linishi uchun u son albatta juft bo'lishga majbur. Juft bo'lish uchun biz bu to'rxonali sonning oxiriga 6 qo'yishga majburmiz. 6 qo'yishga majburmiz. Demak, oxirida ikkitasi 4 ga bo'linsa degan edik, to'g'rimi? Demak, bu 6 dan oldin 7 qo'ya olamiz, chunki 76 bo'lganda 4 ga bo'linadi. Va bundan oldin 3 qo'ya olamiz. 36 bo'lganda demak 4 ga bo'linadi va bundan oldin 9 qo'ya olamiz. 96 bo'lganda nima bo'ladi? 4 ga bo'linadi. Biz nima qildik? Biz hozir oxiridagi ikkitalarini tanlab oldik. Misol oxiriga 7, 6, 76 qo'yganimizda boshida necha qoladi? Boshiga 3 bilan 9 qoladi. Misol 39 qilsak 3976 degan bitta son hosil bo'ladi. Bu ham 4 ga bo'linadi. 39 ni o'chirib tashlab 93 qilsak 9376. Demak, bu son ham 4 ga bo'linadi. Chunki boshida ikkitasi muhim emas. Bizga oxiridagi ikkitasi 4 ga bo'linsa bo'ldi. U son 4 ga bo'linar edi. Xuddi shunday, bunda ham xuddi shunday. 3 bilan 6 bo'lsa, bu tomonga 9 bilan 7 qoldi va 7 bilan 9 qoldi mana. Bunda ham ikkita son mavjud bo'ladi. Bunda ham xuddi shunday. 3 bilan 7 bo'ladi yoki 7 bilan 3 bo'ladi mana. Demak, ikkitadan bo'ldi hammasida. Demak, 6 ta son hosil bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.